Hammaga assalomu alaykum. Siz kreslo masajyorni tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz va qaysi birini olgan yaxshi, o'zi nimalarda farq qiladi, nimaga bittasi 500-600 dollar, nimaga bittasi 1300 dollar turishini bilmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Uni oxirigacha ko'rsangiz, biz sizga har bitta modellarni ochib, ko'rsatib va tushuntirib beramiz. Kreslo masajyorlar 2-3 xil tipga bo'linadi. Oddiylari bor, 3D masaj funksiyasiga ega bo'ladi va 4D funksiyaliklari bo'ladi, skanerligi bo'ladi va skanersiz bo'ladi. Xuddi mana shunaqa kichkina masajyorlarning ham har xil turi bo'lgandaki, kreslo masajyorlarning ham har xil turi bor va ularni hozir sizga eng arzonidan boshlab turib, eng qimmatigacha ko'rsatamiz. Birinchi modelimiz eng arzon model hisoblanadi, lekin shunga qaramay, eng baquvvat, eng hadovoy model hisoblanadi. Bu modelimiz to'liq sizni tanangizni masaj qilib bera oladi, faqat 3D funksiyada ishlaydi. Oyog'ingizni, belingizni, mana shu bellaringizni, bo'yinlarni hammasini masaj qiladi va bu 140-150 kilogacha bo'lgan odamni bemalol ko'tara oladi. Men o'zim test qilib ko'rdim, yaxshi ishlayapti. Chunki buni ichidagi mana shu karkaslarni ko'rsatishimiz mumkin. Mana shunaqa joylari metalldan qilingan bo'ladi. Arzonchi modellarda bu yerda plastik bo'ladi yoki alyuminga o'xshagan narsa ishlatilgan bo'ladi. Bular baquvvat ishlangan. Xo'p, buni dizaynlari ham zo'r, kolonkalari ham bor. Undan tashqari mana shunaqa o'zini plansheti bo'ladi. Bu planshetida ko'rishingiz mumkin 10 xilga yaqin masajning rejimlari bor. Undan tashqari bu masajyorimizda mana shu turgan holatida va undan tashqari 90 gradus bukilgan holatda, ya'ni yotgan holatida ham ishlatishingiz mumkin. Siz bunda yotib, damingizni olib, xolis uxlayverasiz va orada masaj ham ketaveradi. Bu masajyorni dizaynini gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Mana shu materiallarga qaranglar, chiroyli qilib ishlangan, ranglari zo'r kombinatsiya bo'lgan. Uyingizga qo'ysangiz, yanada uyingizni ochib beradigan model hisoblanadi. Narxlarni aytib o'tamiz. Oxirida deb sizni qiynamaymiz. Bu modelimizning narxi 699 dollar sotuvga qo'ygan edik. Hozir skidkada 599 dollarga 100 dollar belgidasiga olishingiz mumkin va birinchi xarid qilgan mijozlarimizga sovg'alarimiz ham bor. Navbatdagi modelimizni o'zgarishlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'chirda kolonkalarni mana shunaqa joylari boshqacha rangda, o'zi apparatni o'zi boshqacha rangda chiqqan. Asosiy farqini tushuntiramiz. Mana shu oyoq masaj qiladigan joyi bunda kattaroq bo'ladi. Ya'ni oyoqni masajini zo'r qilsin degan mijozlarimiz uchun mana shu modelni tavsiya beramiz. Bu modelimizda ham mana shunaqa o'zini plansheti bor. Planshetini xolis yechib, xolis postavkasiga qo'yib qo'yishlatsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa 90 gradusda va undan tashqari 10 xildan oshiq masaj turlari bor. Masajni qattiqligini, tezligini hammasini kontrol qilishingiz mumkin bo'ladi. Va bu modellarimiz narxi 649 dollar. Uchinchi modelimiz bu konsolli bo'ladi. Mashina o'zida, qo'lingizda hamma narsani, asosiy funksiyalarni chiqarib qo'yilgan, boshqarib o'tirishingiz mumkin va bu rolikdan yotqizib, turg'izib, hammasini ishlataverasiz va buni qulaylik tarafi, asosiy eng qimmatligi nimani sababi bo'ladi-yu, bu 4D masaj bo'ladi. 4D degani buni mana shu roliklar hammasi pastdan tepaga tushib chiqadi va xuddi belingizni odam qo'li bilan sanagandagi polnisani ham masaj qilib chiqadi va buni masaj qilishlari ham ancha aqlliroq, qo'llaringizni ham zo'r masaj qiladi va buni planshetida ko'proq funksiyalari bo'ladi. Bu modelimiz o'zi vizualni ham kattaroq ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Narxi bo'ladigan bo'lsa 799 dollar. Eng oxirgisi, eng full modellardan hisoblanadigan bu modelimiz 4-model hisoblanadi. 4D o'sha masaj qilish funksiyasiga ega. Bu degani o'sha xuddi shunaqa umurtqalaringlarni, poni hamyoqlarni tushib chiqib qiladi va undan tashqari bu yerda qon bosimingizni, davleningizni o'lchaydigan funksiyasi bor. Pulsingizni o'lchaydigan funksiyasi bor. Davleni, pulsni o'lchaydi va eng asosiy qulayliklardan bittasi bu skaner qiladi. Skaner degani siz birinchi bo'lib masajyorga yotasiz. Masajyor 1 minut, 1,5 minut atrofida sizni bo'yingizni o'lchaydi va sizni tanangizga moslashib oladi. Zo'ra, bunaqa funksiyasi faqat shunda bor. Undan tashqari mana shunaqa besprovodniy zaryadka joylari bor. Telefonlarni qo'yib qo'yasiz. Undan tashqari telefoningizni ulab qo'yib, mana mashinasini qo'yib qo'yib, o'z yotgan holatda Instagramda bizning reelslarni ko'rib, YouTube'da bizning videolarni ko'rib yotsangiz bo'ladi. Va bu yerda konsoli bor. Bu yerdan boshqarsa bo'ladi telefonni ulab qo'yib Bluetooth orqali. Buni eng zo'r, eng qulayli taraflaridan bittasi plansheti полностью sensorli bo'ladi. Bu yerda mana video yoqib borsa, o'zi avtomatik ishga tushdi va o'sha skaner, mana skanerivание deyapti. Ya'ni tanangizni skaner qilishga o'tadi va o'shanga qarab turib masajni boshlaydi. Va
va masajyor o'zi yoqishingiz bilan reski yotib oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'ra undan tashqari mana shu oyog'ini baland va past qilishingiz mumkin. Baland past qilsangiz bu kimgadir qulay bo'lishi, oyog'ini uzatib yotish holida kimdir oyog'i yig'ilgan holatda masaj olishni xohlaydi. Planshetida ko'rishingiz mumkin, avtomatik rejimlardan tortib, mana shu bogatirskiy, boss, chef masaj, xullas vashi variantlar ko'p. Mana shu hammasi yoga mana shu joylashtirilgan. Undan tashqari hammasini o'zi ruchnoy kontrol qilishingiz mumkin. Bu degani xuddi odam qo'lida siqayotgandek, urayotgandek, chimchilayotgandek, xuddi mana shu masajlarning funksiyasini yoqib o'chirishingiz mumkin. Mana ishlashini qarang. Bu preslanadi. Bundan ichidan havo beryapti, oyog'ingizni siqib qon aylanishlarini yaxshi yurg'izib beradi. Nastroyka funksiyalari bor, полностью interfeys ruschada bo'ladi. Oxirgi masajyorimizni narxi bo'ladigan bo'lsa, $1199. Arzon emas, to'g'ri, lekin siz o'zingizdan pul ayamaysiz-ku. Siz eng zo'riga loyiqsiz. Xudo xolisa, qaysi biri yoqqan bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasiz. Birinchi xarid qilgan mijozimizga mana shu parachistитель, ya'ni Renault Max firmasinikidan podarka qilib qo'shib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Kelishilgan holda Toshkent shaharida yetkazib berish, ustunovka qilib berishlari hammasi bepul bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar.